Faqat menopauzadan qattiq qiynalgan ayollarimiz bu videoni ko'rsin. Bir oyda men bitta pachkasini ichib yaxshi ko'rganim uchun sizlarga bu videoni yana bir marta tayyorlayapman. Aynan nima uchun bizlarni fitoestrogen ichish, bilasizlar, estrogenni tushib ketishidan juda ham yomon holatlar ayollarda bo'ladi. Davleniya ko'tarilib tushishi, sovib ketish, isib ketish, eng yomon narsa kechqurun 5-6 marta uyg'onish, isib ketgandan yoki sovuq qotgandan. Ba'zilarda klimaks 35 yoshdan boshlandi, ba'zilarda 50 yoshdan, lekin klimaks 2 yil, 5 yil, 11 yil davom etadi. Har kimda har xil. Men bir oyning o'zida mana shu bitta pachka bilan o'zim yaxshi qildim. Bitta pachkani полностью ichdim, Sephora Queen. Mana shu добавка bilan buni bemalol shifokor yoki ginekolog назначениесisiz ichsangiz ham bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, ginekologdan so'rash kerakmi deb. Fitoestrogen bu tabiiy, ya'ni o'simlikdan Sephora Queen, Yaponiyani korolevskiy Sephora deydi. O'shanisidan olingan. Aptechniy estrogenlar bu ximikat. Sun'iy yo'lda olingan molekulasi. Bu haqiqiy tabiiy fitoestrogenni ichyapsiz. Aptekanikida har xil vitaminlar yo'q. Bu aynan premium sifatida ayollarni yosharishi uchun ishlab chiqarilgan. Ya'ni aynan menopauza davrida sizda qarish jarayoni juda ham tezlashadi, hattoki suyaklaringiz yemirilishi boshlanadi. Bunda minerallar, vitaminlar D, E, K vitaminlari bor, sizni yoshartiradi, antioksidant vazifasini bajaradi va suyaklaringizni ham yaxshi qo'llab-quvvatlab beradi. Hamma narsa buni ichida. Bitta mana shuni, даже xolesterinni normallashtirib beradi sizga. Bitta mana shu kapsula kuniga 2 ta ichasiz. Men hozir ikkinchi korobkasini boshladim ichishni. Уже bunisi profilaktika sifatida. Bitta korobkani ichganimda o'zi sog'ayib ketdim, men ikkinchisini ham ichishga qaror qildim. Mana shu 2 ta kapsulani ichida siz polniy kerak bo'lgan vitaminlarni, minerallarni olasizlar. Juda ham boyitilgan vitamin va minerallarga ayollarning sog'lig'i uchun, ayollarning yosharishi uchun, terisini chiroyli qilib berish uchun, sochlarini chiroyli qilib berish uchun mana shu bitta o'q bilan 2 ta quyonni urdingiz deganda, buni oddiy, prosta estrogenni normallashtiruvchi boshqa preparatdan ko'ra buni farqi bor. Farqi yer osmon. Premium sifatdagi mahsulotni olyapsizlar degani, narxini men sizlarga aytib o'taman. Narxi buni sekret emas, narxi 480 ming. Ichida 120 ta kapsula bo'ladi. 2 ta ertalab, 2 ta kechqurun obilniy ko'pgina suv bilan ichiladi. Agar kimning menstruatsiya sikli buzilgan bo'lsa ham bemalol ichish mumkin.